Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan birgalikda atgina 60 kunda rus tilida razgovorga chiqish strategiyasini ko'rib chiqamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshladik. Hurmatli o'quvchilar, ismim Mo'minova Asal Muxtarovna. 6 yillik tajribaga ega rus tili ustoziman. Bugungi kunga qadar 2000 dan ortiq o'quvchilarim rus tilida 0 dan erkin razgovorgacha bemalol qisqa muddatda samarali chiqa olishgan va jamiki yig'gan tajribam orqali sizlarga bugun ushbu darslikni tayyorladim. Sababi juda ham ko'p o'quvchilar 6 oyda, 7 oyda ham natijaga chiqa olishmaydi va shunda rus tiliga bo'lgan motivatsiyasi tushib ketadi. Bu men uchun emas ekan deyshadi. Hozir esa biz o'sha 6 oylik siz cho'zib o'rgangan bilimlaringizni polностью, demak, yig'ib bitta joyga atigina 60 kunda effekt beradigan metodni va yo'lni ko'rib chiqamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, siz darsligimizga tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshladik. Hurmatli o'quvchilar, keling biz ushbu darsligimizni bosqichlarga va kunlarga ajratib olamiz. Birinchi kunimiz bu birinchi bosqich hisoblanadi va u 15 kunga ajratilgan hisoblanadi. Va bu bosqichimizni biz tilni ochish bosqichi deb ataymiz. Sababi biz maqsadimiz nima? Razgovorga chiqish. Endi o'sha tilimizni rus tilida gapirishga moyillashtirishimiz va moslashtirishimiz zarur. Bu bosqichda biz nimalar qilamiz? Birinchi o'rinda bu bosqichda biz grammatik polностью ko'nikmalarni emas, bor e'tiborimizni gapirishga qaratamiz. E'tiborni razgovor mavzulariga qaratish kerak. Miyani o'zi birdaniga qiyin grammatik mavzular bilan zagrujать qilish miyani shok stadiyasiga olib keladi. Bu eng katta xato hisoblanadi. Har kuni siz 15 kun davomida 5 tadan tayyor iboralar yodlang va shunchaki iboralar emas, siz real razgovorda qo'llaydigan, har kuni qo'llaydigan iboralaringizni har kuni 5 tadan yodlab boring. Endi misol deylik, sizga 5 ta ibora beraman. Сейчас я иду на работу. Hozir men ishga boryapman. Дети спят, bolalar uxlayaptilar. Я опаздываю, men kech qolyapman. Мне надо подумать, men o'ylab ko'rishim kerak. Хорошо. Yaxshi, bo'ldi. 15 kunda 5 tadan ibora yodlasangiz, siz 75 ta tayyor ibora 15 kunning ichida yodlab bo'lgan bo'lasiz. Va eng muhimi bular so'z emas. To'g'ri, siz boshida mukammal gapirmaysiz, lekin asosiysi gapirib ketasiz. Rus tilida tilingizni sindirishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni endi rus tilidagi nutqga tayyorlab olishingiz kerak mana shu 15 kunning ichida. Sirazu bilimga, sirazu yangi qanaqadir ko'nikmalarga sho'ng'ib ketmang. Boshida o'zingizni tilingizni xotirjam razgovorga o'rgatib oling, moslashtirib oling. Xo'p, endi birgalikda ikkinchi bosqichni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi bosqichimiz qolgan 15 kunimiz hisoblanadi, ya'ni 30-kungacha qadar. Bu bosqichimizni biz avtomatlashtirish deb ataymiz. Sababini ham hozir tushuntiraman. Bu bosqichda e'tiborni endi siz grammatikaga qaratishingiz kerak. Siz 75 ta tayyor ibora yodladingiz. Agar kuchingiz yetsa, undan ko'proq iboralar yodlang kuniga. Xo'p, endi siz bu iboralarni o'zi bilasiz, ular qanday shakllanganini siz o'rganib olishingiz kerak. Miya ha bo'ldi, buni bilaman-ku degan o'zini yaxshi bir anaqaga o'tkazib oladi. Ha, bunaqa iboralarni bilaman-ku deb sirazu siz ma'lumotni osonroq qabul qilishingizga yordam beradi. Endi siz ushbu iboralarni o'rganib olganingizdan keyin qoidani o'rganib, o'zingiz bemalol iboralarni shakllantirishingiz mumkin bo'ladi. Misol beraman sizga, ya работаю iborasini olamiz. Xo'p, endi harakatni oxiri qanday qilib yu ga o'zgarib, работа yu bo'lganini, nimaga unaqa bo'lganini siz grammatik bilimlarda polностью o'rganishni boshlaysiz. Va albatta keyingi iboralarda boshqa siz o'zingiz mustaqil mana shu konstruksiyani yaratishni o'rganib olasiz. Ya'ni yu qayerdan kelyapti, yesh yo'sh qayerdan kelyapti va tayyor iboralar emas, endi siz so'zni yodlasangiz, undan ibora o'zingizga moslashtirib tayyorlab ola olasiz. Va eng katta mana shu yerda sizga beradigan maslahatlarimdan biri, har o'rganayotgan mavzuyingizni juft qilib o'rganing. Ya'ni ikkita bir-biriga bog'liq bo'lgan mavzuni o'rgansangiz, ancha osonroq bo'ladi. Misol hozir keltiraman. Demak, glagol mavzusini o'tyapsiz. Siz o'tgan zamon plus винительный падежni ko'proq o'rganing. Hozir aynan shu ketma-ketlikda mana shu juftlikni demayapman. Shunchaki misol keltiryapman, hurmatli o'quvchilar. O'tgan zamon винительный падежni, mana misol deylik, nimani hosil qiladi? Men bozorga bordim, men ovqatni pishirdim,
men ishga bordim iboralarini shakllantirishingizga yordam beradi. Bu yerda ham o'tgan zamon ketyapti, ham viniительный падеж ketyapti. Ya'ni o'tgan zamon harakati plus ni qo'shimchasi. Endi keyinchalik boshqa padejlarni ham albatta o'rganib olasiz. Lekin aynan razgovorga chiqishingiz uchun ikkita bir-biriga yaqin bo'lgan, lekin yoki ma'noviy jihatdan bog'lab bo'ladigan mavzularni birgalikda o'rganing. Endi keling birgalikda biz siz bilan 3-bosqichni ko'rib chiqamiz. 3-bosqichimizni 31-kundan boshlab 45-kungacha ajratib chiqdik. Ish va real hayot bosqichi hisoblanadi. Endi siz umumiy iboralar emas, misol, havo yaxshi, men ishlayapman iboralarini emas, kasbiy qo'llaniladigan iboralarga o'tamiz bu qismda. Siz razgovor mavzularini plus grammatik bilimlarini bu etapda baravar o'rganishingiz kerak bo'ladi. Misol, fikrni ifodalash mavzusi bor razgovor darsliklarimizda. Я думаю, что, мне кажется iboralari. O'shalarni yodlaysiz, plus bitta grammatik mavzu tanlaysiz. O'sha mavzuni qo'shib o'rganasiz bu bosqichimizda. Va bu miksni endi aynan kasbingizga qarating, hurmatli o'quvchilar. Мне кажется, что Anvar сегодня не придет emas. Мне кажется, что клиент проявляет интерес deb ko'ring. Yoki я думаю, что сегодня будет хорошая погода emas. Я думаю, что это оптимальное решение deb gapiring. Ya'ni siz umumiy razgovorimizda qo'llaniladigan iboralar emas, ko'proq kasbiy atamalarga e'tiboringizni qarating va misollarni ham aynan shunday qilib keltiring. Va bu bosqichda siz o'zi umuman ish mavzusida, ish razgovorida ancha erkinlashib qolasiz. Endi, hurmatli o'quvchilar, biz siz bilan birgalikda oxirgi 4-bosqichimizda turibmiz. 4-bosqichimiz eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Razgovor darajasi hisoblanadi. Endi siz bu darajada to'xtamasdan gapirishingiz kerak hisoblanadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchi bosqichda siz tilni o'rgatdingiz. Ya'ni tayyor iboralarni yodladingiz. Ikkinchi bosqichda siz grammatik bilimlarni o'rgandingiz. Lekin razgovor qilmadingiz почти, faqat misollar keltirdingiz. 3-bosqichda siz plus yodladingiz ham, plus o'rgandingiz ham, birinchi, ikkinchi bosqichni miksini qildingiz. Lekin 4-bosqichimizda endi siz to'xtamasdan gapirish va yana gapirishingiz kerak bo'ladi. Bu bosqichda siz so'z boyligingizni oshirishingiz, qiyinroq gaplarni urinib gapirib ko'rishingiz juda ham muhim. Kichkina chegarada torayib, to'xtab qolmang. Bu mana bosqichgacha siz polностью grammatik ko'nikmalarni o'rganib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Siz razgovordagi kerakli bo'ladigan iboralarni yodlab bo'lgan bo'lishingiz kerak. Endi bu yerda faqat siz kengaytirishga e'tiboringizni qaratasiz, o'rganishga emas. Shuning uchun mana shu bosqichgacha bor mehnatingizni qilib oling. Bu bosqichda faqat tilingizga, nutqingizga e'tiboringizni qarating, hurmatli o'quvchilar. Endi va o'zi umuman bir narsani eslab qoling. Vaqt o'tib so'z boyligingiz oshadi. Bittada siz 1000 ta so'zni, bittada so'z 2000 ta so'zni bilib qolmaysiz. Tayyor konstruksiyalarni bilganingiz uchun yangi iboralar tuzish sizga muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. 60 kunda ko'plab o'rganib, "Voy, savollarni tushunmay qolyapman" deb, shokka tushadi yoki tushkunlikka ko'p tushib qolishadi. Bu tabiiy o'zi hol hisoblanadi. Chunki siz 60 kunda razgovorga chiqish strategiyasini o'rganyapsiz. Mustaqil gapirish uchun yo'llarni bosib o'tasiz va javob berish, suhbatni ushlab turish mohiyatini o'rganasiz 60 kun ichida. Va undan keyin so'z boyligingizni jarayonda oshirib boraverasiz. Siz kimdir savol berganda tushunmay qolganingiz, bu bo'ldi, 60 kuningiz behuda o'tib ketdi degani emas. Shunchaki so'z boyligingizni mana shu yerda oshirib, so'zni tarjimasini tushunib olishingiz kerak degan. Javob berishni 60 kunning ichida o'rganib olgansiz, tayyor konstruksiyalar orqali kerakli so'zlarni yodlab bemalol o'zingiz mustaqil javob bera olasiz. Endi bir narsani eslab qoling. 60-kunga kelib, hurmatli o'quvchilar, xudo xohlasa siz tushunaman, lekin gapira olmayman darajasidan polностью chiqib ketasiz. O'shaning uchun maksimal darajada mehnat, mashaqqat qiling va xudo xolasa sodda va oson qilib qisqa muddat ichida samarali razgovorga erishasiz. Xo'p, aziz o'quvchilar, 4-oxirgi bosqichga kelishimizdan oldin bir narsani tushuntirib o'tmoqchiman. 3-bosqichdan keyin juda ham ko'p o'quvchilar aynan ruhiy yoki bo'lmasam sinib qolishadi. Menga masalan grammatik bilimlarni o'rganishim juda qiyinlashib qoldi, rus tilini o'rganish qiyin ekan degan fikrlar bilan 3-bosqichdan keyin finishniy primoyda tashab qo'yishadi.
Bu narsani oldini olish juda ham oson. 6 yillik tajribam davomida aynan mana shu etapdan juda ham ko'p o'quvchilar sodda, oson chiqib ketishi va o'zi umuman bunaqa o'y-fikrlar ularga mutlaqo kelmasligiga yordam berganman. Va siz uchun tayyor полностью 60 kunda eng samarali metodikalar orqali rus tilini o'rganish darsliklarini tayyorlab qo'yganman. Darsliklarimiz полностью boshi grammatik bilim 20%, lekin 80% razgovorga qaratilgan bo'ladi. Va darsliklarda siz umuman kerak bo'lmaydigan iboralarni, kerak bo'lmaydigan lug'atlarni yoki metodlarni, grammatik mavzularni uchratmaysiz. Hammasi faqat va faqat real natijaga qaratilgan mavzular yig'indisi hisoblanadi. Va eng muhimi, ushbu darsligimizda sizga aynan yoshingizga mos keladigan o'quvchilar bo'ladi. Ya'ni sizni hammangizni bitta umumiy maqsad birlashtirib turgan bo'ladi. Kundalik turmushdagi o'sha holat birlashtirib turgan bo'ladi. Sababi misol deylik, uy bekalari ko'proq vaqt ajrata oladi, ishlaydigan odamlar kamroq vaqt ajrata oladi. Biz esa shuni oldini olib, sizni eng sizga to'g'ri keladigan guruhga qo'shib qo'yamiz. Agar siz ham 60 kunda ustoz bilan rus tilini sodda va oson noldan o'rganishni istasangiz, hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib oling yoki o'zimni shaxsiy raqamimni qoldiryapman. Ushbu raqamim orqali Telegramdan bemalol savollaringiz bo'lsa, kurs haqida yozishingiz mumkin va bu meni sizga chin tavsiyam hisoblanadi. 6 oyda ham siz shu natijaga chiqasiz. 60 kunda ham siz umumiy hisobda shu natijaga chiqasiz. Faqat 60 kun usilenniy bo'ladi va barcha darsliklarimiz faqat va faqat natijaga qaratilgan bo'ladi. Darsda sizni vaqtingizni olib tekst o'qitirib yoki uni tarjima qildirtirib vaqt o'tkazmaymiz. Bor fokusimiz razgovor bo'ladi. Endi o'shaning uchun hoziroq hurmatli o'quvchilar yozilib oling va xudo xohlasa 60 kunda o'zingiz natijasini prosta sezasiz.